G7 akalar 580 ot kuchligi, Euro 6, 2 mos 6 ga 4, orqadagi o'si lenta akali varianti. Rev pritsep Xitoy o'zini brendi. Xo'p, Xitoydan bizga meva yetib kelgan. O'zbekistonga Food City'damiz hozir. Mana shu qanaqadir stanka tashkillashtirishgan уже. Bepul shoperlar o'zi ichida shoper uxlab yotibdi. Qarang akalar. Hop. G7 580 watt kuchligi, Euro 6, akkumulyator tepapasi o'rnatilgan, 1,5 tonnalik bak. Avtonomniy ravishda hozir konditsioner ham ishlab turibdi mashinada. Bu yoqda xolodilnik ishlab turibdi. Pritsepini menga yoqmagan jihati orqa balonlari ikkitalik ekan, qo'sh balonli versiyasi ekan. Mana akalar, ko'chalaringiz bo'ladi. Xo'p, pritsep Xitoy o'zini brendi, lekin paytda оборудованияsi Koreya ekan, miroviy brend. Mana akalar, Xitoy уже logistikasi bunaqa sistemada ham O'zbekistonga kirib keldi, yuklarni olib kelib beryapti.